Suriyaga taklif qilinayotganda G'azo omilidan ko'proq foydalanayotgan ekan. G'azoda mana musulmonlar degan ma'noda ularga yordam berishga degan masalani o'rtaga qo'yib turib Suriyaga odam yig'ish masalasi ketayotgan ekan. Lekin yana o'sha savollar qaytib kelaveradi. Masalan, Suriyani o'zini qochqinda yurgan qancha aholisi bor? Ularchi degan savol keladi. Atrofdagi davlatlarchi degan savol keladi. Umuman Isroil bilan Suriyani bugungi munosabati degan. O'sha Jo'loniyning hozir bizga hech kim bilan muammo kerak emas, biz hech kim bilan urushmaymiz degan. Endi urushmoqchi bo'lsa ham qanchalik Isroilga o'zi quvvati yetadi? Mana shu haqida biroz nima degan. Ya'ni bugungi Suriya yoki hattoki 5 yildan keyingi Suriyaning Isroil bilan tirashuvdagi holati sizningcha? Jo'loniy hokimiyatga kelar ekan, Isroil Bashar Asadga tegishli bo'lgan butun portlarni, hattoki ilmiy tekshirish institutlarini, harbiy bazalarni, aerodromlarni, aeroportlarni hammasini bombardimon qildi. Demak, bundan qanday xulosa qilishimiz mumkin? Jo'loniy Isroil uchun bashorat qilib bo'lmaydigan noqulay lider. Bu aniq. Sen qandaydir hokimiyat o'zgarayotgan paytda uning kuchini bombardimon qilayotgan ekansan, tabiiyki u sening do'sting emas. Bashorat qilib bo'lmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Isroil Jo'loniy hokimiyatga kelar ekan va amaldagi butun qudratni ushlab turgan oila qochib ketar ekan, u mana shu vujudga kelgan zaiflikdan foydalanib Jo'lon tepaliklarining butunlay bugungi kun o'sha chiziqlari bo'yicha ham Suriyaga tegishli bo'lgan katta hududini egallab oldi. Janubiy hududlar. Yana bir ko'rsataman, mana bu hududlar. Mana shu yerdan boshlab mana shu yergacha to'liq 9 ta harbiy baza o'rnatdi. Ko'pchilik aytmayapti bu narsani. Baza bor, haqiqiy baza, u yerda tanklar bilan, shaxsiy tarkibi bilan hammasi shu yerga joylashdi. Bu Damashqning ostonasida. Ha, Isroilning juda katta yutug'i va bu yerdan Iordaniyani ham atrofidagi boshqa davlatlarni ham tepalik bu. Damashqni ham kuzatib turish imkoniyati bor. Ya'ni hokimiyatni Jo'loniy olar ekan, tabiiyki, demak, salbiy masalalar ham vujudga keldi.